Quyidagi masala bilan tanishib chiqamiz. N natural sonning qiymati 1 katta yoki teng D1, D2 va hokazo D24 teng n tengsizlikni qanoatlantiruvchi 24 ta natural bo'luvchiga ega va D8 ko'paytiramiz D17 barobar 480 bo'lsa D23 taqsim D3 ni toping deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda misollaychadigan nuqta 480. 480 ni shunday qilishimiz kerakki, shu tengsizlikni qanoatlantirish kerak. 480 ni men natural bo'luvchilar soni topdim, 24 ta chiqdi. Ya'ni D8 8-chi natural son. 24 ta natural sonni yozib chiqdim, natural bo'luvchilar sonini. Va shularning ichida 8-si e'tibor beradigan bo'lsak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 ga 48 ko'paytirsak, o'zidan o'zi 480 chiqadi. Ya'ni bu 24 ta son 480 ning natural bo'luvchilar soni. Kulich mana shu yerda turibdi. Shu kulishdan foydalanib D23, ya'ni 480 ning natural bo'luvchilarini 3-sini va 23-sini topib nisbat ko'rinishida yozib oldik. Natijada 240 ta 3 ga bo'lsak 80 chiqadi.